Assalomu alaykum. Amudaryo klassika kanalini muxlislari, hurmatli do'stlar. Bizlarni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistondan kuzatib turgan do'stlarimiz ko'p iltimos qilishdi. Ustozimiz mana Bobomurod Hamdamovni shogirdlari bo'lgan To'liboy Yo'ldoshev akamizni qabrlariga keldik. Mana ziyoratga yana ko'p do'stlarimiz so'radi, bu qabriston qayerda joylashgan deb. Bu qabriston, hurmatli do'stlar, Abdujalil bobo qabristoni bo'ladi. Bemalol kelib ziyorat qilsangizlar bo'ladi. To'liboy akamizni joylari jannat bo'lsin. Farzandlariga, oila a'zolariga sabr tilab qolamiz butun kanalimiz nomidan. Umr shunaqa narsa ekan do'stlar, umr. Mana bu tomonda ukalari, mana Bahrom akamiz, ikkalasi orasi bir kunda vafot etdilar. 20.04, ya'ni 20-aprelda vafot etdilar va 21-aprelda mana ustozimiz To'liboy akamiz vafot etdilar. Joylari jannat qilgan bo'lsin. Oila a'zolariga sabr tilab qolamiz. O'rtoqlar, hammamizni keladigan joyimiz, hammamiz vaqt soati bilan kelaylik. Allohim farzandlariga, oila a'zolariga sabr tilab qolamiz. Agar ustozimizni ziyorat qilaman desangizlar, mana bu Qilchvoyga kelib, Qilchvoy ovul fuqarolar yig'iniga kelib ziyorat qilsangizlar bo'ladi. O'zi yo'lni bo'yida, hozir yo'lni ham ko'rsatib o'taman. Yo'lni ustida, mana darvozadan kirgan joyda ziyorat qilsangizlar bo'ladi. Yaxshi qoling ustoz. Assalomu alaykum. Amudaryo klassika kanalini muxlislari, hurmatli do'stlar. Bizlarni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistondan kuzatib turgan do'stlarimiz ko'p iltimos qilishdi. Ustozimiz mana Bobomurod Hamdamovni shogirdlari bo'lgan To'liboy Yo'ldoshev akamizni qabrlariga keldik. Mana ziyoratga yana ko'p do'stlarimiz so'radi, bu qabriston qayerda joylashgan deb. Bu qabriston, hurmatli do'stlar, Abdujalil bobo qabristoni bo'ladi. Bemalol kelib ziyorat qilsangizlar bo'ladi. To'liboy akamizni joylari jannat bo'lsin. Farzandlariga, oila a'zolariga sabr tilab qolamiz butun kanalimiz nomidan. Umr shunaqa narsa ekan do'stlar, umr. Mana bu tomonda ukalari, mana